Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan venadan inyeksiya qilishni o'rganamiz. Buning uchun bizga jugut kerak bo'ladi. Aynan shu jugutdan foydalandim. So'ng o'sha kerakli dori, paxta, spirt va shpris kerak bo'ladi. Dastavval dorimizni tortib olamiz. Qo'llarimizni dezinfeksiya qilgan holatda men spirt bilan yaxshilab qo'llarimni tozalab oldim va ukolimizni retseptda yozilgan miqdoricha tortib olamiz. Ukolga juda ham e'tiborli bo'lamiz. Hatto undagi havoni chiqarishda ham qopqog'ini yopib, so'ng havosi chiqariladi. Bo'ldi, chiqarib oldik. Endi kamida 3 ta yoki 4 ta spirtlangan paxta olib olamiz oldimizga tayyorlab. Xo'p, bemorni qo'li deb tasavvur qiladigan bo'lsak, uning aynan shu tomiridan qilmoqchi bo'lsak, mana tekis tomir, bir qo'shilib ketgan tomirlarga qilish kerak emas. Mana shu to'g'ri tomirga tushishimiz kerak. Jugutni yaxshilab bog'lab olamiz. Qattiq qilib. Sababi qattiqroq bog'laymiz, tomir siljimasligi uchun. Qo'llar musht qilinadi. Musht qilinishi bemordan so'raladi. So'ng barmoqlarimiz orqali tomir his qilinadi. Mana tomir his qilinyapti. Aynan qilmoqchi bo'lgan joyimizni endi paxtada artib olamiz. Yaxshilab dumaloq qilib, birinchi spirtlangan paxtada. Keyingi safar ham yana bitta toza spirtlangan paxtada yaxshilab artib olamiz. Artib olindi. So'ng shprisni olamiz. Mana kanula uchi to'g'rilab olinadi. Aynan mana bu raqamlar bizga ko'rinib turishi kerak. So'ng 15-20 gradusda suqamiz. Ignaning 3dan 2 qismi kirgizib olinadi. Ozgina tortib ko'ramiz. Qon kelsa tomirga tushgan bo'lamiz va jugutni ochamiz. Bemordan ham mushqagan qo'lini ochish so'raymiz. Endi asta-sekinlik bilan yuboramiz. Yuborildi. Endi yana bir toza spirtlangan paxtamizni olib, qo'ygan holatda shprisni olamiz va bemordan qo'lini buqishini so'raymiz. Xuddi shunday tarzda ukol qilishdan oldin mana shunday manekenda sinab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bir necha martadan so'ng keyin ukol qila boshlashingiz mumkin. Aynan shu qoidalarga amal qiling. Birinchi qoida jugutni yaxshi bog'lash, tomir qimirlamasligi uchun va albatta bitta paxta emas, 2 ta yoki 3 ta spirtlangan paxtadan foydalaning. Sababi bu mikrob tushish oldini oladi.